Chinaray X30L avtomobilini ko'rsataman. 2023 ga 24 ekan. Holatlari juda ham zo'r ekan. Kraskalari top-toza, holati yaxshi. Ham balonlari o'zini firmin diskalari turibdi. Bemalol ko'rib proyekt tekshirib olishingiz mumkin. Kraskasi top-toza, zavodskoy CNG gazli degani bu. 16300 km yurgan. Plyonkalarni optasiyalik ingdek bo'ladi. Hop, kondisionerlarigacha ishlab turibdi. Multimedialarigacha bor, holati juda ham zo'r. Приятный salon, 9'ning kondisionerlarigacha bor, mana hammasi berkalariga turibdi. Eng oxirgi stenasini olib qo'ysanglar, bemalol B kategoriyada hadesanglar bo'ladi. Narsalar ham ortib yuraverasizlar, holati zo'r. Ish qilib maza qaydigan mashinalardan bittasi. Hamda gaz balon zavodskoy bo'lib turibdi. Chiroyli qilib yopilgan bo'ladi tunkali. Mana zavodskoy, mana CNG X30L avtomobili, top-toza kraskalari. Dokument, mashinani muammosi umuman yo'q ekan. Bu mashinani sizlarga 10.400 ga berib yuboramiz.